Assalamu alaykum. Ekran aldidagi hurmatli ko'rmanlar, hammalarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Sog'lom hayot programmamizniki 20-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men riyosatchi Fatima Hasan. Biz bugungi bu programmamizda shu hammamizga tunishliq bo'lgan, ammo lekin tarkibini bilmaydigan, xarakterini bilmaydigan, beshimizga kelgan vaqtida nima ish qilishimizni bilmaydigan kasalliklardan biri bo'lgan shu ziqi kesli haqida to'xtalamiz. Xalqimiz bu haqda ya'ni ziqi kesilini ko'p anglagan bo'lishi mumkin, ammo ko'pinchimiz bu kasallik haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Bo'libmi bu kasalliklar shu kichik bolalarda ko'p ko'rilgan vaqtida biz ota-ona bo'g'uvchilar bu kasallikning haqida nimalarni qilishimizni bilmay qolamiz. Shuning uchun biz bugun bu haqda maslahat so'rash uchun bizningki bu programmamizniki doimliq har vaqt bizga yaxshi darslarni so'zlab berayotgan doktorimiz, kasbiy bolalar doktorimiz Elminur Sida xonimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qatnashib berganligi uchun Elminur xonimga ko'p rahmat aytamiz. Xush keldingiz Elminur xonim. Xush buldum. Men sizlarga ko'p rahmat aytaman. Xalqimizningki bu tibbiy sohada bolalar munosabat kasalliklarida zarur o'smir manfaatimizning yetishiga vasila bo'lganliklaringlardan men sizlarga rahmat aytaman. Bo'ldi, unda bo'lsa Elminur xonim, biz shu avval ziqqi degan nima, bu bir jiddiy xarakterli kasallikmi degandek shu ziqqini bir ziqqa haqida tanishib chiqsak ya'ni. Bo'ladi. Bu ziqqi kasali bizning hayotimizda mayli cho'nglarda bo'lsin, mayli kichiklarda bo'lsin ko'p ko'riladigan ko'p uchraydigan tut faslning hammasida yuz beradigan, ba'zi fasllarda yig'ilishib ketadigan ham dunyo bo'yicha taraqqiyotning tezlashishiga, muhitning bulunishiga ergishib bu ko'payayotgan bir xil kasallik. Endi bu kasallikni biz jiddiy xarakterli kasallik deb baho berishdan burun ota-onalar hammasi biladigan bu kasal uzun davomlanadigan, endi turkchada kronik deb qo'ydi, ost xarakterli kasal. Ammo qanday vaqtda jiddiy bo'ldi degan chaqda shu kasalning alomati jiddiy qo'zg'algan, ham jiddiy tadbir ilinmagan holatda nafas yo'lining qisilishi bilan bolaning hayotiga xavf yetadigan holatlar yuz berdi. Bu holatni biz jiddiy holat deb qaraymiz. Amaliyot bu kasal umumlashgan ost xarakterli bir kasal. Undan so'ng shu ziqqi kesilninki endi qanday alomatlari bor? Shu haqda to'xtalsak, alomatlar bilan tanishib chiqsak. Bu kasalning alomatlari necha xil bo'ladi, lekin eng muhim alomat ota-ona bo'g'uvchi bayqagan alomatlar. Endi bu ziqqi kasalning o'rtaq alomati bolalarda shu ziqqi kasallik sabab bo'ladigan reaksiya xarakterli kasalliklar. Masalan, bolalarningki bo'libmi 2 yoshdan tuvan bolalarda shu bo'baq mezgillarida, ya'ni 6 oylikdan yuqori 2 yoshdan tuvan bolalarda to'liq bolalarning badaniga reaksiya xarakter terilariga reaksiya xarakter bir narsa chiqib qoldigan. Xitoycha shijin deb qo'ydi, ma'lumda turkchada allergiya deb qo'ydi, kichik bebeklarda ko'rinadigan. Shu alomatlar jiq ko'rilgan bolalarda navoda shu bola virus xarakterli zukam yoki virus xarakterli yo'tal bo'lib qolgan chaqda shu badandagi shu reaksiya sababli ziqqiga o'zgarib ketadigan ahvollar bo'ladi. Ama ziqqi kasalining alomati yoshlar qarta bo'baq bolalar va maktab yoshidagi bolalarning alomati va cho'ngroq erganlik davriga, ya'ni yetilgan davrdagi bolalarning alomati o'xshash bo'lmaydi. Hammasi o'xshash alomatni desak, bu to'g'ri bo'lmaydi. 6 oylikdan boshlab 2 yoshgacha bo'lgan, ya'ni ba'zan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda bo'libmi semiz, nihoyatda paxlan bo'lib ketgan. Shundaq bolalarda shu nafas yo'lida kasallik ko'ringan chog'da bolalarda xiqrab qoldigan, shu quloqni og'ziga ekansa hamda hamma ota-ona uy bolaning o'ksini anglab bo'lmaydi. Akaga vaqtda g'ij ovoz chiqadigan bir alomat bo'ladi. 2 yoshdan tuvan bolalarning kanay sistemasi tamal yetilishmaganligi uchun, to'liq yetilmaganligi uchun cho'nglarnikidek, maktab yoshidagi bolalarnikidek unda yutiladigan ish bo'lmaydi. Asosda g'ijildaydigan. Ko'pincha vaqtda bolalar qizimay turib, ashuna g'ijildaydigan, ketsi g'ijildab yaxshi uxlay olmaydigan, kunsin bolalarda bir xil nafs qisilayotgan, burunlari to'silayotgan alomatlar yuz beradi. Ham undan boshqa burunda ancha-muncha suv oqadigan virus xarakterli zukamning alomatlari ko'ringan holatda ifodalar o'tirib chiqadi. Ham maktab yoshlarindagi boshlang'ich yoshdagi bolalarda
bola kesib tuyuqsiz yutilib o'g'inib ketadigan yoki atlagan qupqa vaqtida hech qanday alomat yo'q, tuyuqsiz yutilib ketadigan bola, quruq yutilib ketadigan, balg'am yo'q. Bu bolalarda qizitma bo'lmaydi. Ham ba'zi shu yoshdagi bolalarning tangdan to'lisida nima bo'ladi? Burun yallig'i yoki ko'zning qishib qoladigan bunda alomatlar bo'ldi. Bu badanda bir reaksiyaning borligini ko'rsatadi. Asosiy ziqqa kesili badandagi ma'lum bir mikrobniki davomli qo'zg'alishi emas, badan kirayotgan reaksiya xarakterli moddalarningki o'pish shaxslariga ta'sir ko'rsatishlar o'tirg'ish qildi. Buning uchun boshlang'ich maktabdagi bolasi va ota-onalar bolasi kesisi tuyuqsiz yutilib ketsa yoki biz atgan qopab bu tuyuqsiz yutilib ketsa yoki biz bolasi bir cho'gilab bunda bir yugurib qo'ysa yutilib ketsa, "Voy to'xta, bolamda ziq kesini alomati bormi nima? Bu bolam nima uchun yutildi?" deb vaqtida doktorga ko'rsatish to'g'ri keladi. Bu bir ota-onalar bayqaydigan, bayqash tegishli alomat. Endi mau cho'roq yetmagan yoshdagi bolalarning alomati ular o'zlariga ma'lum bo'ladi. Masalan, sovuq havo iqimi yo'liqqanda yoki biz bek hayajonlanib ketganda yoki bek xaplab o'zining kayfiyatini buzgan vaqtda yoki bo'lmasa balada aşırı derecede semizlik bo'lgan vaqtda, og'ir darajada semirib ketganda, ondan keyin o'zi sirtlardan har xil moddasi aniq bo'lmagan reaksiya xarakterlik ilg'inda birikmalardan tarkib topgan ichimliklarni ko'p ichganda, masalan, kola deymiz, har xil ichimliklar bor, ismini atab bo'lmaydigan. Ondan keyin qizlar bo'lsa har xil attir buyumlari yoki girim buyumlarini ishlatganda, yoki bo'lsa o'g'illar bo'lsa o'zlari attir chashqanda yoki oilada ba'zi oilalar va tozliq diqqat qiladigan tozliq buyumlarining har xil puroq buyumlarni ko'p ishlatadigan, masalan dezinfeksiya yo'llarini ko'p ishlatadigan oilalar va shunday narsani ishlatgan vaqtda, masalan shu o'choqlarni yuydigan suyuqliklar masalan ashta puroqlarni purganda yoki bo'lmasa uyni mehnat uyning mehnat havodanmi baldida shunday o'zini tuyuqsiz yutilib ketadigan, qoqilib ketadigan bu alomatlar ko'rindi. Bu chog'da o'zimi u bola menda bir xil shu o'pkasini alomati bormi degan tuyg'u keladi. Lekin bir ota-ona bo'g'ichi cho'qim buni bayqaydi. Chunki bu kasal hargizmi doktorxona berib o'pkasini tekshirtish bilan yoki bo'lmasa qon ilib tekshirtish bilan qo'yilgan diagnoz bo'lmasdan faqatla asosli uyga alomati qarata diagnoz qo'yiladigan kasal. Ammo ziq kasallarining ko'pincha bolalar diqqat qilish kerak ota-ona. Unda yutib qolgan bolaning hammasi qilib kesinmi deganda yo'q. Bola 2 haftadan ortiq quruq yo'tal davom qilsa, uningdan boshqa bola ota-onalar o'zlari yutilib qolsa, bolamni qoni yol qo'zg'alib qolibdi deb qalayman antibiotik yolni qaytiradigan dorilarni berib, qarshi bolasi hech qanday o'zgarish bo'lmasa, bola harakat qilgandan keyin yutili olib ketsa, uyda ashta puroqliq yoki gilamlarni supaganda yoki uy supaganda yoki mushuk boqqan bo'lsa yoki it boqqan yoki borgan bo'lsa, yoki chimliq chiqqan bo'lsa yoki dengiz bo'ylari sayohatga borgan bo'lsa, mesela seykükte tergan yerler bağımızda balla tuyuqsiz yutil, qaqılıb yutilib, quruq yutil olib kelsa, aşta yerden qaytib kelganda ki yutil yaxshi bo'lmasa, bu balamda ziq kesili bor ekan degan diagnozni oilada 60%dan 70% ota-ona o'zi qo'ya oladigan kasal. Shunga buni alomati reaksiya xarakterli moddalarga uchragan bir hayoti, ya'ni bir jarayoni, undan boshqa balada quruq yutil, ondan başqa o'zlari oilada burun kasalligiga qiyos qilib davolaganda hech qanday davoning unum bermasligi sababidan bolada kasal ig'irlashsa, yo'tal ig'irlashsa, mana bu ziq kasalining alomatlari bo'ladi. Haqiqatan ota-ona bo'g'uvchilar diqqat qilsa, bolasida qanday kasal borligini bo'lib qarta bilib ololadi ekan. Ondan sonra şu zıqqı kesilinki türleri var mı? Şu meyli balladi görülsün, biz hazır asas cihetin balladi görülüvatqanını devatimiz. Bunu mu türge ayrımdı yani? Endi zıqqı kesiligi biraz uzaq noktadan yoki keng noktadan bir cevap berish to'g'ri keladi. Endi biz shu Türklarga qarasak, endi bular kichikgina bir ishlarni shu sog'lomlik sahasida izlanib, doktorlardan so'rab, shularni izlangan. Bizning ota-onalarda bu jihatdan yetarli savol so'rab, bolalardagi bu alomatlarni izlanadigan ota-onalar oz ekan. Men shuni his qildim. Kasal bo'lganda, bo'lamaganda masala so'raydigan. Bolaning dastlabki vaqtida masala so'ramaydigan, ammo salqaram avvallar og'ir ekan. Mening demoqchi bo'lgan gapim, bu ziq kasali butun dunyoda 300 milliondan ortiq ziq kasali bor ekan. Yilda 300 million. Türkiye'de 80% iken bununki qo'zg'alish nisbati odamlarda. Kichik bolalarda 5%dan 20%ga qarab ortib menibdi hozir bu kasal. Dunyoda xudo o'zi dollar ortayotgandek, bu eng tez suratda ortayotgan kasal ziq kasalligi.
Bunun asas alametleri, sebepleri bu şey taraqqiyotninki tez bo'lishi, muhitning bulg'unishi, har xil dezinfeksiya suyuqligining o'rtaga chiqishi, oila o'rtami, yashash chevrasi degandek, muhiti degandek hamma jihatdan uning yeyotgan yemak ichmaliklar, qo'llanayotgan kiyim kechaklar, uydagi ashyolar, masalan uyga hamma ashyolar sirliq, har xil narsalarda bo'yalgan. Muşu narsalarning sababidan bu zig kesel ortibdi. Bu sizning hozir so'ragan savolingiz zig kesel turlarga bo'linadi degan savol bilan buning nima munosabati bor deyishingiz mumkin. Bu nima uchun ortyapti? Cho'qim buning sababi, buning qo'zg'alish nisbati, buning taraqqiyoti ilgari surilayotgankan, cho'qim buni turlarga ayirish to'g'ri keldi. Masalan, kasalninki jiddiy va ost xarakterli turi boshqa. Ama keselliğin mesela reaksiya xarakteri qarta bilish ayrım. Mesela zig keseli desem, ba'zi bolalarniki apır test qildirgandan keyin bu bolalarni mesela qon tashkilotini bedende aşu bir reaksiya xarakterli modda o'rtaga chiqadi. Bu modda 100 xil moddaning ichidan hammasiga sinab beqib, sening bolangga manas reaksiya qildi deb diagnoz qo'ydi. Bunun qaragan chaqda zig keselinki reaksiya xarakterli moddalar qarta turlarga bo'linishi nihoyat ko'p. Mesela bazı balalarga soğuk hava qo'zg'aldiganlari var. Bazı balalarniki yengiz bo'ydirib bağım qo'zg'aldiganlari var. Bazı balalarniki mesela müşük baqqanmasa tüklarning ziyon qilsa qo'zg'aldiganlari var. Bazı balalarniki mesela suyuqliklarga yo'liqqanda qo'zg'aldiganlari var. Hamma balalar bir xil reaksiya qaratli modda bilan qo'zg'aldigan, bunda umumlashgan bir xil reaksiya modda bilan birlashgan kasal emas. Har qanday rangarang her xil her yanza ishlayotgan mesela cho'nglar bo'lsa ishlayotgan o'rinlarga munosabat masalan da ko'mir kallar ishlaydigan masalan da neft kallar ishlaydigan yoki mesela ashunday atoliyada ishlaydigan her xil muhitninki atrofida yashayotgan muhit kasalni keltirib chiqardi ham ta'sir ko'rsatadi. Endi bizning bu yerda bugun davatimiz bolalar sohasida bo'lgan keyin bolalarning o'ynayotgan muhiti, o'tirayotgan oilasi, mesela o'qiyotgan maktablarninki muhiti bu bolalarga ta'sir ko'rsatadi. Endi bu yerda turlarga olish uchun biz zig keseli deymiz. Bazı balalarni jiddiy qo'zg'alsa, jiddiy qo'zg'algan kasalga deymiz. Ba'zilarniki yillar cho'kib ketgan bo'lsa, ost xarakterli kasalga deb diagnoz qo'yamiz. Bu yerga turni bilish uchun ota-onalar cho'qim doktorxonaga berib, shu qonni testini, ya'ni qonniki tekshirishni qilgan ekan, balamga ma'qul modda reaksiya qilgan degan nuqtada bolalarning zig kasalining turini ayirvasi bo'ladi. Ondan başqa bu zig kasalninki turlarini davolashning natijasiga qarab ayrg'ilmaydi. Davolash usuli asos jihatdan qo'shish faqatla reaksiya qilayotgan moddalarning turiga asosan ayrg'il bo'ladi. U reaksiya qilayotgan moddalarning turlari kundan kunga ko'payyotadi. Hatto bir bolaninki tasni qancha hech qanday reaksiya qilgan modda chiqmagan, ammo u bolaning zig kasali oxiri u bolaninki qo'llanayotgan daftarning qog'ozninki shu daftarning ostida yutildi ekan. Aş qog'ozda kelayotgan bir quraqmi shu bolaga reaksiya qilgan. Endi shuning uchun buni turini tekshirgan natijasi qarta ayirib chiqqili bo'ldi deb qarayman. Ota-onalar bu bolamga nima reaksiya qildi, bolam qaysi turini bilish uchun cho'qim shu reaksiya qilgan moddani tekshirish kerak. Uni tekshirayotgandan keyin cho'qim o moddadan bolani ayirish kerak, kontrol qilish kerak, ham uning yana qaytadan shu moddalar bilan yo'liqib qo'zg'alishni oldini olish kerak. Ko'p rahmat, nihoyat yaxshi tushunishli bir javob bo'ldi. Ammo shu har qanday bir kasalliklar fasllarga qarta almashib turdi emasmi? Shu ziqi kasalligi normalda qaysi fasllarda eng ko'p ko'rildi? Endi bu kasallik ma'lum faslga tava kasal deb hech qanday bir yerda ayrig'ini yo'q. Lekin shu bahor fasli, chechaklar ichilgan faslda odatda reaksiya xarakteri burun yallig'i, reaksiya xarakteri ko'z chanoq yallig'i ko'p ko'rildi. Bu ko'rilgandan keyin bolalarda bu kasallik takrorlandi. Uni boshqa kuz faslida yopirmoqlar tushganda, chang to'zon bo'lgan mezgillarda qo'zg'aldi. Eng ko'p ko'rilgan mezgili bahor fasli, mush qishdagi bas sovuq havodami qo'zg'aldi. Shunga faslning ma'lum faslida tavakkisi deb arasak to'g'ri bo'lmaydi, lekin aytgan faslida ko'p ko'rildi. Fasllarninki shu yangi almashgan vaqtlari anadagi yangidan qaytadan jonlanayotgan vaqtlardagi bo'lganda o'tirg'i chiqqan puroqlardan haqiqatan shu muhitga bak diqqat qilish kerak ekan. Undan so'ng shu biz deyishim kerak. Fasl xarakterini ma'lum bir faslga ayirsak bo'lmaydi, lekin bola bir yerdan biriga yetkelganda, shahar bilan shaharga imtihon chog'da yetkelganda bizim hozir Uyg'urlarda u yerga yutqizarsa chiqib ketadi. Bir muhit yutqizganda shu muhitniki ta'sir uchraydi, ham uni moslash bo'yicha ziqisi bo'lgan bolalarda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Birsiga shu muhitniki o'zgarishi, yana birsiga fasllarning o'zgarishi bolaga ta'sir ko'rsatadi. Ko'p rahmat.
Biz bir akır muşu zıqı kesili bilen tanışıp çıktık, türleri hakkında mı sözlep ediniz. Endi biz muşu zıqı kesilinin aldığını eliş için nemeler dikkat qilishimiz kerak, muşaqda to'xtalsak. Endi bu kasallikqa tayyorlik qilish jarayonida men shu xizmat ishlagan vaqtimda eng ko'p uchraydigan, bo'libmi qish mezgilida biz eng ko'p ko'radigan, aytgan mezgilda eng ko'p bo'ladigan kasal bo'lganligi uchun men o'zim bir qor shu o'tib ketgan tarixni o'ylab chiqdim. Endi Turkiyadagi bu kasallikka bo'lish nisbati bizning vatannikidan nechasi ig'ir ekan. Bizga dengiz rayoni bo'lganligi uchun, yeshillik ko'p bo'lganligi uchun, yeshillik ko'p bo'ldi degan gap bahor faslidami bu yeshillikniki nimasi ko'p bo'ladigan ta'siri. Şuna bu jarayonda men o'ylab chiqdimki, mush bolalarning oldini olish uchun eng muhimi 2 yoshdan burun bolangiz ziq kesilib bo'lgan bo'lsa, siz ham kesilib mush bo'ldi, mushdan ularni bol bir umr ziq kesilib bo'lib qolam deb, ota-onalar bu ziq kesil biz bu kasalga diagnoz qo'yish doktorlar nisbatan tez emas. Ammo biz doktorlar shu eng tez tuyulgan narsa ota-ona bo'g'uchiga sening bolang ziq kesalga degan diagnozni deb berish bizga tez ig'ir keldi. Çünkü ata-ana zık kesildiğine gelip ağlayan dikiller vay Xudayım, balam bir ömür başına derdini tartıp kalan bu zık kesildiğine bir çiğoyan, cehil diyen elki bir kıl nimetli bu, sakayımız kesildi bu, su kesildi dep ata-ana bismillah'a royi cihetin özü katı şükürleştirip aldı. Vallahi balı karaplar ata-ana boğucuda bir kıl nahiyeti bir yaramlık buludu. Ata-anaki roy haltını yaxşı bulmasın balanın davalışı tesir gösterdi. Bunun için ata-ana boğuşlarga eğer sizin balanız 2 yaşta mı zık kesilib bo'lgan bo'lsa, herkes ümitsizlenmang. Bu kasallik to'liq saqayt qilib bo'ladi. Bu to'liq saqayt qilib bo'ldi degan ne? Men o'zim bir yerda o'tirib sizlarga tasalli berish uchun davagan gap emas, bu amaliy sinovdan o'tgan gap. Buning da to'liq saqayt uchun doktorninki 50% foydasi bo'lsa, ota-ona boğucuning 50% buningki majburiyat, mas'uliyati va ajri bo'lishi kerak. Shunda bo'lgan chaqda bu bolaning kesilini taraq qilib, bir umr ziq kesil bo'lib, bilab qolguncha bu kasalni yashaydigan ahvoldan qutuldirib olib bo'ladi. Shunga 2 yoshdan burun ziq kesil bo'lsa, bu bolani cho'qim vaqtida davolatish, davolatgan vaqtda o'zininki qaroriga vaqtda ko'rib emas, doktorning shu reseptga qarata to'liq davolab, butunlay to'liq tatbiqi tunji qitim boshlaganda to'liq kontrol qilish kerak. Kontrol qilish kerak. Onandaki bu 2 yoshdan burun bo'lgan bolalarda bu ziq kesili to'liq kontrol qilgan chaqda maktab yeshigicha bo'lgan oraliqda jiq qo'zg'almaydi. Agar siz to'liq kontrol qilsangiz, qayt qo'zg'aldi, maktab yeshigi bo'lgan chaqda siz bolani maktabni arayamaysiz, sirtqa o'ynaydigan muhitni arayamaysiz, sizning kontrolingizdan chiqayotgan bolani siz 2 yoshdan burungi uyda turayotgan holatdagidan yaxshi kontrol qila olmaysiz. 2 yoshdan burun bola siz bilan birga uydan sirtqa chiqmaydi. Uydagi sizning masalan doğrusini vaqtida berishingiz, uydagi shu puraqlarga diqqat qilishingiz, bolani vaqtida imitishingiz, uyqusiga diqqat qilishingiz, butun vujudingiz bilan mush bolada mal kasal bir qitim bo'ldi, ikkinchi qitim qo'zg'alib qolsin deb, hatto ba'zi ota-onalar ziq kasal bolasi bo'lsa, 2 yoshdan burun bolasi bo'lsa, yana bir qitim bola tug'ishga oldirib ketmaslik kerak. To'xta, ma bolam ziq kesilib. Men yana qayt tug'iyversam, ma bolamning davolashiga sal qarab qolaman, vaqtimni jiq ajratolmayman. Unda bo'lgan chog'da bu bolam bir umr kasalning tayyordan tatib qoldi. Bu kasalni bir umr tatgan bolalarda kechasining uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Davomli kasal qo'zg'algandan keyin maktabda darslarga to'liq qatnashamaydi. Dars natijalari yaxshi bo'lmaydi. Unda bo'lgan keyin maktabdagi o'zining ro'y kayfiyati bolalardan nachar bo'lib qolsa, albatta u bola o'zining kasalligi sababidan dars yaxshi bo'lmaganligi uchun ro'y tushkunlik uchraydi. Boshlang'ich hayotida yaxshi o'qimasa, to'liq hayoti chuqur yaxshi olmaydi. To'liq hayotida yaxshi o'qiyolmagan kasal qo'zg'algan bola to'liq o'rtada tam o'qiyamaydi. Oliy maktab hayoti yo'q, uni xizmat hayoti yo'q. Buning uchun siz ojon bir gap bilan taqib qila emas, agar bir bolangiz kesib bo'lib qolsa, siz qaytadan klinikaydan bola tug'ishni oldini olib, shu bolangizning to'liq tartibsiz yaxshi bo'lishiga kuch chiqarishingiz kerak. Ham bu 2 yoshdan burun kontrol qilib ketgan bolalarni maktab yeshigicha 7 yoshgacha vaqtda qayt qo'zg'alishni oldini olsangiz, bu kishilar qayta takrorlanmaydi. Gap tunji qitimligida. Buning uchun men bu kasal bo'lgan ota-onalarga shuni tavsiya qilmayki, agar yo'q, mening bolam hozir u davrda o'tkazibdiman, men haqiqatan yaxshi kontrol qilolmabdiman, buni sal qarabdiman, men kechikibdiman desangiz, hozir bolangiz agar shu erganlik yoshiga, ya'ni 15 yoshga, 14 yoshga eshib, qizlar bo'lsa bir balog'at yetgan, o'g'illarmi bir balog'at yetgan yoshi kelgan bo'lsa, yana umidingiz o'zmang. Chunki bu vaqtda davolashga hikmat bersin, kontrol qilishga, dorilarni vaqtida ishlatishga, atrofda muhitlarning ta'siri ushtirishda siz qattiq ahamiyat bersangiz, erganlik davri bo'lguncha bu bolani kontrol qila olasiz. Bir yaxshi yeri o'g'il bolalar erganlik davri kirgan chaqda bu kasallikning yaxshi o'tkash nisbati yuqori bo'ladi. Qizlarningki erganlik davridan keyin bizda ig'irlashadigan ish bo'ladi ekan, bu
qız oğlaniki badandagi shu nimaninki enzimlarning moddalarni almish bilan munosabat ekan. Shuningga ota-onalar qilgan tavsiyalarim bu kasal 2 yoshdan burun g'ijildab boshlandi. Maktab ishi bo'lgancha quruq yo'tal ko'paydi. Ergenlik davri bo'lgancha haqiqiy cho'nglarda ko'rilgan ziq kasallik alomatlari ko'rildi. Buning uchun cho'qim dastlab vaqtida dastlabki davolashga qattiq ahamiyat berishimiz kerak, ham oldini olishimiz kerak. Endi oldini olgancha qanday oldini olaman? Tamam. 2 yoshdan burun bolangiz sirtga chiqmagan bo'lsa-mu, bolangizningki mush kasal bo'lib qolishining, shaxsiy tozaligining, tamuqining, uyqusining hamma taraf ahamiyat bersangiz, u bola cho'qim kasal bo'lmaydi. Gap o'zimizda. Unda olganki ota-ona bo'g'ichi 2 yoshli bolalarning sog'lom. Endi bolalarimiz tug'ilib, maktab yashish bo'lgan oraliqda ota-ona eng kuchaydigan tarbiya bolaning sog'lomligi, yemak ichmagi, uyqusi. Ucatga o'xshamas. Hozir ham ba'zi ota-onalar bolalarini 5 yoshgacha, 4 yoshlik Qur'on kurslariga berib, maktabga berib, og'rib qolsa, burni manqisi chiqib qolsin, bora maktabga deb avatib qo'yib, u bolalar ne tabiqi joyida, ne uyqusi joyida, ne dam olishi joyida, shuning u bola shunda kasalchan, injimoriq bo'lib, yaxshi o'qiyapmiz, yaxshi o'qiyapmiz deb bism qilib, bolalarning bir umrlik hayotini nobud qilgan ishlar oiladan kelib chiqdi deb o'ylayman. Xo'sh. Endi shu oldin elish haqida to'xtalib o'tdik. Avayim deb aytdingiz, shu eng boshda tunji qitimda cho'qim yaxshi davolashimiz kerak, ko'ngil bo'lishimiz kerak deb. Bu ziq kasali, ya'ni buni o'zidan boshqa, ya'ni agashma kasalliklarni epkilamdiki, masalan, badan sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadigan, yo bo'lmasa boshqa kasalliklarni o'tirg'a chiqaradigan ahvollar bo'lamdi. Endi ziq kasali ameliyatda bir ağır rak kesildi, yoki ağır bir aqarakidek bunda bir ağır alametlerini keltirib chiqolmaydi. Kunga ağırlab bunda bu ketadigan ish yo'q. Lekin endi ziq kasalning bir yomoni biz bu muhitni aralamaymiz. Muhit bo'lganda degan gap, shu muhit biz yashashga majbur. Endi muhit bo'lganda deb masharni muhit yaxshi kelib, masharga, masharni muhit askar deb mashar ko'ch qilolmaydi. Shunday. Endi bu yerdagi muhim narsa ziq kasalni muhit bog'liq bo'lganki, amal va shu muhitning ta'sir uchrashdan saqlab qolish tirishsak bolamiz. Ya'ni birisiga bolalarimizning immunit kuchini oshirishga tirishsak, bolalarimizninki davolashida, masalan, bu ziq kasal bo'lgan bolaga doktorxonaga borsa, cho'qimda purkuydigan bir dori berdi. Uning men shakllarini, purkish usulini hammasini suratga tayyor qildim. Bugun mana hozir bo'lmay qolib qoldi. Bu purkuydigan dorilarni ota-onalar o'zlari vaqt qarorda zamonida to'g'ri usulda ishlatmaydi. Ishlatmaydi, qanday qildi? Bir ishkab o'tgan bolam ta'sir qilmadi. Yaxshi umid deb yan doktorxonaga bordi. Yoki u tip qapirdi, bu doktorga bordi. Necha xil yani gapini anglab, necha xil bola qaymiqib, hay bo'lamidi, bo'g'lim mush o'xshaydi dedi. Amaliyot unda emas. Bu ziq kasalini kontrol qiladigan dorisi faqat bir xilla. Uni faqatla ziq kasali degan asli o'pkadagi yolliq emas. O'pka shaxslarining tarif qilishi bilan odam badanida bir xil nafasning siqilishi, nafasni olasiz, chiqarmaydigan bir xil avvalchilik bu. Faqat shuning chiqarishga og'zingizni dora, ashuni to'g'ri purksangiz, to'g'ri usulda ishlasangiz, shaxslarninki kengayib pokiz havoni sumadingiz, mehnat havoni chiqarish yordamchi bo'lsa bo'ladigan gap. Ammo ota-onalar uni sal qarab, bola ziq kasalsa, o gapni anglab, bu gapni anglab, qalaymiqan shu yolliq qaytagan dorilarni ishlatib, yerlik usullarni anda qildik, manda qildik deb har xil narsani qarashtirib, yoki uni izchil qilmay, shunlarni bolaning davosini saqaymidi deydi. Ham bu dorini ishlatish usulida bolalarni 6 oylik yoshgacha bola o'zi ishlatamay, biz cho'qim bir asbobning ichida o'zimiz ishlatamiz, uni qilib qo'yamiz. Maktab bo'lganki yeni qisib tushirdi uni. Uni sep turganda og'ziga kapda ziqsiz kesib qo'zg'ib qo'ysa, mundal og'zini chichib qo'yish emas, uni to'liq uslubi bo'yicha qilmagan chog'da u ziq kasalga ishlatilgan dori oshqozonga boradi. U boshqa oshqozonningki hazm yaxshi bo'lmasligi, oshqozonni bearam bo'lishini, yoki bo'lmasa tishlarni tushirishini, yoki bo'lmasa og'izniki yaralarning paydo bo'lishiga sababchi qoldi. Asal bor desak. Ziq kasallik yaxshi kontrol qilmagan bolalarda immunitet kuchi tuvan bo'lganlikdan boshqa korona qoldigan masalan hozirgi mezgillarda ziq kasali va ota-onalar bolalarni aldirab maktabga evet demaydi koronadan qo'rqib. Lekin bu ziq kasali bo'lgan bolalar hammasi korona bo'lamdi degan undan emas. Nurg'un diqqat qilganlik uchun hozir bu korona bo'lish nisbatida ziq kasallik bo'lganlarning korona bo'lish nisbati uncha yuqori emas ekan. Buni tasdiq qilib chiqibdi ichki jilning ichida. Ota-onalar diqqat qilganlik uchun. Demak, buning oldini olish degan yana shu ota-onalarga bog'liq ish. Uni boshqa buni agashma kasallik bolaning uzun mezgil bu kasalni tatgan vaqtida ruhiy jihatdan va sog'lom bolalarga o'xshamadim degandek tashqi jihatdan buningki ta'sir bo'lmaydi deyilmaydi. Ham ziq kasali bo'lgan bolalar masalan kichikda ziq kasali bo'ldi, boshlang'ich bo'ldi, to'liqsiz, to'liq o'rta, 20 yil ziq kasali bo'lgan odam cho'qim ost xarakterli ziq kasali, o'pka yollig'i va
Shundaqla eng oxirgi kelganda yosh 40 yoshdan oshgan chog'da yurakning yo'g'onab ketishi degandek kasallarga sababchi bo'lib qoldi. Agashim kasallari bo'lsa bu. Ziq kesib bo'lgan bolalarniki masalan tamoq yaxshi bo'lmagan chog'da qon ozliq, bolalarniki masalan tutish qobiliyatining tuvan bo'lishi yoki bo'lmasa dars natijasining tushishi, mushlarning hammasi shu kasallikning agashma alomatlari bo'ladi. Buni yana yig'ib bergan chog'da shu kichik vaqtida bayqash, tez bayqash, kontrol qilish, oldini olishga ahamiyat berish, takror qo'zg'ab qolmaslikning oldini olish bu kasallikning eng unumli davosi deb qarash bo'ladi. Ko'p rahmat. Haqiqatan shu biz bu programmani boshlab har qitim qilgan programmamizda tekrar mushni takrorlab kelyapmiz. Ota-ona bo'g'uvchilar bolalarimizni ko'rilayotgan ahvollarga diqqat qilgan vaqtimizda mushu aytilib o'tayotgan kasalliklarning oldini olish haqida nihoyatda cho'ng bir foydasi tegar ekan. Endi mushu ziq kasalini yiltizdan saqaytqil bo'lamdi degan savolni so'ramay, siz abay o'zingiz tubdan saqaytqil bo'ldi dedingiz. Mushu ziq kasalninki bizga ya'ni mushu ko'rilgan bolalarda o'lim xavfiga elib boradigan mushtaq cho'ng og'ir oqibatlar o'tirg'i chiqamdi, ya'ni ko'rilamdi. Buni programmaning 5-da boshlagan vaqtingizda azroq xotirlatib o'tib ketdingiz. Mush haqda to'xtalgan bo'lsak. Buningda masalan haddidan ziyoda semiz maktab yoshiga yetgan bolada haddidan ziyoda semirib ketgan, o'zining kilo og'irligidan nechasi ishib ketgan, mushu harakat nimasi ostlab ketgan aytmoqsa takror mushu ziqqisi qo'zg'algan vaqtda agar bolaga jiddiy oldini olmagan vaqtda nafas yo'lining torligi sababidan hamda jiddiy kasal qo'zg'ab nafas yetishmay hatto doktorga operatsiya ulgurmaydigan ahvollar yuz berishi mumkin. Buning uchun cho'qim ashna bolalarni ziq kesib bo'lgan bolalar va ota-onalar maktabga bolalarni berganda sinf o'rgatmaniga yoki sinfdagi saboqdoshlariga mushu yaxshi o'tadigan bolaga mush bolada mush kasallikning borligini, bu bolaning mushta dorini ishlatadiganligini, agar navbat bu bola jiddiy qo'zg'alib o'zining dorisini ishlatishga imkon bo'lmasa yordamchi bo'lishni eslatib o'tish kerak. Ashta bo'lgan chog'da boshqalar diqqat qildi, chunki uningki dorisini shashgan zamonda tez ta'sir qildi. Shu bir oksigen yoki havo muhitga chiqib bana shu to'g'ri usulda shu og'zini shu dorisini chashgan vaqtda buni oldini olib jiddiy xavfning oldini evag'il bo'ldi. 120 ga telefon qilib jiddiy qo'silgan qilmoqcha chuqur yana dorisi bo'lishi kerak. Agar shu dorisi endi bo'lmasa, masalan doktorga operatsiya qilish qoldigan yoki bo'lmasa balbek eg'ir qo'zg'alib ketib u bola shunday bir imkonda davolash imkoni bo'lmagan sharoitda nafas yetmay qolsa, endi uning hayotiga xavf yetmaydi deyilib bo'lmaydi. Buning uchun ota-onalar mush bolani maktab bergan chog'da cho'qim o'qituvchilar ta'kidlash kerak. Ergan yoshiga yetib cho'ng to'lg'orlar chiqqan chog'da u bolaga bir ta'kidlamasmi, u bola yana dori o'tishni unutmaydi. Eng muhimi shu dorini tutgan tutunganligi, to'g'ri ishlatganligi, dorininki shu ishlatganligi bolaning bo'lgan ta'sirini ishlatmasligida bo'lganini bolaga to'g'ri yuzini tushuntirish kerak. U bola u dorini xuddi maktabga baganda so'nggi kitobni sepib berish odatlangandek, shu dorini olib berish odatlanish kerak. Bu bilan kontrol qilib bo'yicha cho'qib endi og'rimaydigan bir muhim bu muhim ta'kidlash nuqta asosan shu nafas torlig'ining oldini olgan dorini olib berishga odatlanish kerak. Bu da muhim. Bu haqiqatan bek muhim nuqtaga bek diqqat qilmasak bo'lmagandak. Undan so'ng mushu ziq kesilib qayta qo'zg'algan bolalar hamda mushu normal maktabga bora olamdi. Andan keyin yana birga mushu ziq kesilib bolalar hozir korona mezgilida turyapmiz. Bu Xitoy virusi haqiqatan hammamiz bek eg'irlik bilan olib keldi. Mush xil kasallikda bo'lgan bolalarga mushu virus yuqish ehtimoli yuqori bo'lamdi degandek mush masalalardan bir to'xtalib o'tib ketsak. Ziq kesilib bo'lgan bolalar normal hayotni yashashi kerak. Men dedim-ku, 2 yoshdan burun oilada kontrol qilamiz. Menimcha bo'lsa 2 yosh, 4 yoshga kirib bo'lgan oraliqda bolalarning yasiga bermasi kerak. Ota-ona bo'lib, ana bolaga nihoyat ko'ngil bo'lish kerak. Davolashda dedim-ku, yemak ichmak, hamma jihatdan bolaga ko'ngil bo'lish kerak. 4 yoshdan keyin bolangizni yasiga bermoqchi bo'lsangiz, agar bolangiz ziq kesilib bo'lsa, eng yaxshisi yasiga bermay, yasidagi o'qishga o'zingiz yordamchi bo'lishingiz kerak. Bolangiz maktab yoshiga kelgan chog'da bermay amalingiz yo'q, chuqur maktabga berishingiz kerak. Maktabga bergan vaqtingizda boshlang'ich tortib o'qituvchilarga atrofdagilarga bu kasallikning borlig'ini eskartib, shu bolaning yaningizda dorini olib yurishga ahamiyat berish kerak. Unga bolangizning sotsial hayotda, sportda, masalan, tantarabiyaga bersak bo'lamdi, chiniqishga bersak bo'lamdi, yoki bo'lmasa sayat ochsak bo'lamdi degan shundoqlar savol so'raydiganlarni ko'pga turklarning ichida
O cəhətlərdə heç qandaq balanızı başqa balalardan fərqli qılmasınız kerak. Faqatla balanızın şu doğrusunu yeni öpüşürüşdə adətlənsiniz, balanızın normal sosial həyatını ayırmasınız kerak. Əgər siz o balam kesel deb ağrısınız, bu balanızdakı kesilin saqlaşından bətərik balanızın kesilindəki ağırlışığa səbəbçi bolsun. Çünki balan roy cəhətini sıxılışı o kesilini yaxşı bulmasına təsir göstərir. Bu bir vəsilə. Anan ekin, muş korona məzgildə zıq kesildi buğa ata-onalar diqqət qılığılıq baldırğa. Ben hazır muş yeni statistikada zıq kesildi buğan balaların korona boş nisbi yuqur degan bir statistikadan çıxmağanlığını dedim bayam əslət etdim. Amma əmdi zıq kesildi buğan balaların ki, korona bək əvcə çıxan vaxtıda sinifli balalarda korona kəm-kələm tarqağı vaxtıda yanına ailədə dənişli özüge muhabbet görüş gerek. Çünkü onda bulmayan çağda nefes yolu kesilliklerinin ki, nefes yolu az boğan kesillikleri yok, ihtimali yok değil olmayı. Köp rahmet. Endi şu ahırkı sualıma geldik. Hamildar vaqtda şu zıqı kesilininkı doğrusunu işletişki bolamdı. Endi bu doğru noktasında atalar yo'liqatgan bir qancha savollar bor. Birinchisi siz hozir degandek homila mezgilda, masalan homila bo'lgan ayol zig' kesil bo'lib qolsa, shu homilami bu bir bolalikning bir dastlabki boshlang'ich jarayoni. Bu chaqda doğru ishlatish bo'ladi degan chaqda, albatta doğru ishlatishingiz kerak. Ham doğru ishlatgan vaqtida vaqt qarorda to'g'ri o'lchamli ishlatishingiz kerak. Agar siz o'zingiz doktorlik qilib bu dorining balangiz yeni bor desangiz, albatta siz tarafdan zig' kesili oksigen suymagingiz bilan mehnat oksigeni chiqarmaganligingiz uchun u badaningizda saqlanib qolayotgan mehnat oksigeni balangiz ziyni sizni ishlatayotgan doringizdan eg'ir bo'ladi. Bu nuqtada siz aniq bir tushuncha kelishingiz kerak, ham izlanishingiz kerak. Hem o hamilede oksigen kemlik olsa balığın yürek hareketi yaxşı olmaydı. Bazı tez sokuduğun, bazı az sokuduğun, hatta ki balığınızdaki öpküsünün yıkılışımı posakçı durup yaxşı yıkılmaydı. Bunda bu şarayette balans baldır bulup kalsa, adatta 8 aydan keyin bulup kalan balığın köpünsü öpküsü yaxşı yıkılmaydı. Eğer siz hamile vakti bunu yaxşı kontrol qılsanız, balığınızın baldır toğulup kalmaslıqıga, balığınızın posakçı durup zıqtı bulup kalmaslıqını aldın ağam bolsunuz. İkinci, zig' kesilinin davası kullanılan doğrularının ziyni var mı? Elbette her qandaq bir narsaning ziyni var. %100 faydası var deyil bo'lmaydi. Amma bizning maqsadimiz bu kasallikni davolash bo'lganligi uchun uning ziynidan foydasi ko'proq bo'lsa biz foydasini tanlaymiz. Buning ziynini amal va shu bolalar bu vaqtda ziyn masalan doğru ishlatgan ko'pincha jinsiy xarakter, hormon xarakterli dorilar. Masalan og'izni chashqa vaqtida og'izingiz vaqtida chayqashni, og'iz tozalash diqqat qilishga ahamiyat bersangiz, o'g'lingizni yog'ar bo'lishini oldini olasiz. Eğer siz bunu çalışmayıp ya bunun zihni var geldiğiniz balans kızı güzelliği tekrar kızdığı sizin balansın bir ömürlük hayatının güzelliği zihni tekrar olsa doktorun veren doğru ölçümünde de nail koymanız gerek. Onun da başka zıkkı işletilen doğrularına künüp kalam denilen sualı soruyordu atalarımız. Bunun künüp kalmaydı, bunun kuma olup kalan şu. Ama sizin balığınızın kesinlikle ihtiyacı. Balığınızın kesinlikle ihtiyacı. Bu de bizim telefonumuzun topu yapıp kalsa, bizim kandak kılımız onu topu çekip onunla enerji mənbəsi to'lashga ehtiyojimiz bor. Chunki sizin balangizning nefes yolida u davomli u kasallik qo'zg'alishi balangizning o'pishning davomli yalliq bo'lganligi emas, balangizning o'pish shaxsining davomli qariyib qilayotganligi. Bu dorilarninki davolash maqsadi tarag'i o'rinlarni kengaytib, ravan nafas olishga yordamchi bo'lish. Buning uchun u dorilarga tunab qolgan shu balangizni kesilib kontrol qilgan chaqda u dorilarni doktorning tavsiyasi bo'yicha to'xtatsangiz bo'ldi. Lekin o'z oldingizga ammo bola muvaffaq yaxshi qilib ishlatmaychi deb to'xtab qo'ysangiz, balangizni keyin qaytib ishlatgan vaqtingizda bir qatim ishlatadigan yerga ikki qatim ishlatadigan, ikki qatim ishlatadigan, to'rt qatim charchagan holat to'g'ri kelib qoldi. Bu chaqda balaning dorisining zimni faqat bo'lmaydi yoki bo'lmasa burunqida oz bo'ldi demaysiz. Buning uchun yanala dorilarga tunab qoldi, qomab qoldi degan qoidada o'zingiz bir qilmay, hukm chiqarmay doktorning davosiga ahamiyat berishingiz kerak. Üçüncü, zig' kesilib bo'lgan bolalarning birisi yuqamdi degan savol so'raydigan atalarimiz ko'p. Masalan, bir oilada bir zig' kesilib bor, lekin u yuqmaydi. Masalan, koronami diqqat qilsangiz, masalan, biz korona baktık, ailede hamma bolalar yuqqani yo'q. Bu mo'yliqi odamlarning immunitet kuchiga bog'liq narsa. Zig' kesilib bo'lgan ailede, ota-onasi zig' kesilib bo'lgan bolalarning 60% bolalarda 60% zig' kesilib ko'rish ehtimoli bor. Bu deyalik %6% mesela bolalar mesela sizinki
%60% balda ko'rildi deganlik bu hamma balda ota-onasi ziqi bo'lgani uchun irsiyatda gen xarakteri ziqi bo'ldi deganlik emas. %40% yana sog'lom bo'lish ehtimoli bor. Shunga biz ota-onalar bu kasal bordi, bolamiz mush kasal bo'lamdi deb ortiqcha andisha kirishning hojati yo'q. Agar bolangiz shu kasal bo'lib qolsa, demak bu ota-onalarning bu holatda bo'ldi ekan degan tushunchaga ega bo'lsangiz, uni davolash usulini yana yuqoridagi men degan usullar bo'yicha eng avval o'zingiz shu bolangizni boyqishingiz, bir haftalik yuklayotgan holatni kuzatishingiz, undan keyin doktorxonaga olib borishingiz, davolashga ahamiyat berishingiz, davolashni vaqt qarorda izchil ham doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ib borsangiz, buni kontrol qilgan bo'ldi. Ana yana bir gap, shu kasal bo'lganlarda eng asosli diqqat qilgan narsa birinchisi ota-onaninki kasalni boyqishi, ikkinchisi doktorga tungi borgandan boshlab davolashga izchil ahamiyat berishi, uchinchisi doktorning kontroliga chiqib ketmas kerak. Bizning Uyg'urlarda kasalliklarni ota-onalarda ma doktor ko'rinib chiqib, bir hafta yaxshi bo'lsa, yana bir doktor ko'rinib chiqib, yana yaxshi bo'lsa, yana ko'rinib chiqib, faqat bo'lmaqas qo'shdan munda qilibdi, falan munda qilibdi deb buningni anglamagan gaplar bilan bolaning ko'zini so'zitmay qolib bek eg'ir. Buning uchun siz eng avval internetda hozir topolmaydigan narsa yo'q. Internetda izlab, hammasini so'rab, lekin bir doktorning kontrolida yaxshiroq bir doktorninki izchil ashuni kuzatishiga e'tiboringiz balan shuni aytaylik. Köpten köp rahmat Elnur xanım, haqiqatan bizga anglashga naydi kichikdek hiliqi. Bak diqqat qilib ketmasakmi bu bo'g'idek ahvollarni bildiradigan bir ahvol bo'lsa-mu, amaliyotda haqiqatan bolalarning hayotiga xavf olib keladigan naydi cho'ng ig'ir sabablar o'tirg'i chiqadigan bir kasallikka buni diqqat qilishimiz kerak. Vaqt munosabati bilan programmamizni oxirlashtirish oldida turyapmiz. Ben bir narsani deb o'tishni to'g'ri ko'rdim. Shu eng oxirgi so'zim bo'lsa, ziq kasallarga diqqat qilish omillarining ichida hozir men Turkiyada o'tiryapmiz, nam uylar bakchiq, shu shunday qoldigan, havo o'tmaydigan nam uylar bakchiq. Agar shu uyda o'tirayotgan bo'lsangiz, bolangiz ziq kasal takrar qo'zilayotgan bo'lsa, amalga shu uyga ko'chishga tirishing. Chunki nam uylar ko'karayotgan uylarda ijarasi azan deb o'tganimiz bilan bolam takrar kasal qo'zg'alsa, doktorxonaga boradigan chiqim texmo olib ketadi, 2816 bo'ldi. Buning uchun kunchidan o'ylab ko'chishga tirishing. Yana birisiga, masalan, qurt qo'ng'iz, masalan, menda jonlan deb qo'yamiz, sarixon deymiz. Har xil qurt qo'ng'izlar chiqadigan yoki burgular chiqadigan uylarda ko'chib ketishingiz kerak. Odat bu nam uylarda bo'ldi. Aniki ziq kasal bo'lgan bolalaringizni boshqa bolalaringiz bilan o'xshash ko'rmasligingiz kerak. O'xshash muomala qilmaysiz. Mayli yemak bo'lsin, mayli uyning ishi bo'lsin, mayli harakatda bo'lsin. Bu ziq kasal bo'lgan bolalaringizni uy supuradigan yoki bo'lmasa uy tozlaydigan qizlaringiz bo'lsa, qila ishlagan qilmamton deb emas, masalan, suv falan chachadigan, masalan, temizlik narsani ishlatadigan bunda ishlarda o'quvchilarni yoki o'g'illarni unda ishlarga solmaysiz, chunki kasal yaxshi bo'lganicha. Bu yerda o'zingiz diqqat qilishingiz kerak. Onun ziq kasal bo'lgan bolalarningki, mush qachonli bo'lsa, uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bolalaringizniki o'qilgan chog'da agar bolangiz yutib ketib qolsa, uningla karomayan uyqusini qilmay, bolangizga shu do'rni vaqtida chechib, bolangizning uyqusiniki to'liq kapolatli 8 soatlik uyqusi kapolatli qilishingiz kerak. Bunda bo'lgan chog'da atistiki ro'yxatda miyasi oksigen yaxshi yetishganligi uchun kayfiyati yaxshi bo'ldi, miyasiniki ishlashim yaxshi bo'ldi, o'qishdimi yaxshi bo'ladi. Yugurib chiqqan balonni o'qisa yaxshimaydi, atlagan bag'at maktabga dars qo'shib maktabga uxlaydigan ish qildi. Buning uchun ota-ona bo'lgan bola ota-onalar ko'pqin bolalaringizga ziq kasal bo'lgan bolalaringizga alohida ahamiyat berib, mehr-muhabbat jihatdan, davolash jihatdan, dori ishitish jihatdan yoki bo'lmasa ashlar ro'yi tasalli berish jihatdan cho'qim siz unga yordamchi bo'lsangiz, buni mevasini cho'qim ko'rsiz. Chunki ajriqqan narsaning cho'qim mevasini ko'ramiz. Buning uchun ziq kasal bo'lib qolgan ota-onalar hargiz mayuslanmanglar. Cho'qim bu kasal saqlaydi. Saqlamay bir umr ib yurgan ish yo'q. Agar bir umr bo'lib qoldi desa, shuni yana siz sababchi bo'lgan bo'lsiz. Chunki siz agar uni vaqt qarab davolasangiz, oldini olsangiz, diqqat qilsangiz, ahamiyat bersangiz, amaliyotda bu bolalar saqlaydi. Ziq kasal bo'lgan bolalarning aşırı darajada ishtahlsizlik bo'ladi. Bu bolalarga qo'shimcha ishtah ochadigan, vitamin to'lqaydigan bunda bolalarniki tamoq yaxshi bo'lmay qolsa, yana tamaqni deb tashlab bermay, to'xtab ko'ngling nimani tatadi, nima yeging va deb bolalarga vitamin to'lqaydigan, qon azosi qon to'playdigan her bir jihatdan ahamiyat bersangiz, cho'qim u bolangizda natijasini ko'rsiz. Bu kasallik muhitni ayirib yashiq qilmaydi, oiladan ayirib yashiq qilmaydi, bundan maktabni ayirib yashiq qilmaydi. Undan keyin siz shularga ko'nmakdan boshqa amalingiz yo'q. Kuni degansiz, shuniki ko'ndigan muhitlanishda oldin oldigan ishlarga diqqat qilasiz. Avval Xudodan ondan qolsa biz qo'limiz kelgan hamma sababni to'g'ri tuzgun ishlasak, bolalarimizning o kasallikning oldini olib saqlayib qilib bo'ladi.
Benim gapim tugadi. Agar so'zlash jarayonida xato so'zlanib qolgan yoki xato tushunch berib qolganlar bo'lsa, aziz qarindoshlarimizniki savol so'rashini va xatolarimizni tuzishimizga yordam qilishini so'rayman. Undan boshqa mush atrofimizda doktorxonalarda ishlayotgan, mushunda ziqqa bo'limlarda, nafas yo'llari bo'limida ishlayotgan doktorlar bo'lsa, ashlarning yordamchi bo'lishini talab qilsanglar bo'ldi. Meniki eng muhim, eng oxirida ham ta'kidlab o'tadiganim bu kasal hergizmi saqaymaydigan kasal bo'lmasdan, faqatla bu kasal bo'lganki ota-onalarniki to'g'ri kuzatishi, to'g'ri diagnoz qo'yishi, to'g'ri davolashi, izchillikni davom qilishi, ham shundaqla oldini olishi pek muhim. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bir məzmun oldu. Ekran oldiki hörmətli görmənlər, doktorumuz Elminur xanımğa köpdən-köp rəhmətimizni bildirimiz. Həqiqətən biz ata-ana boğucular muş balalarınki sağlamlıqqa gələn çağda hər vaxt hoşarlığımızı aşırıb durub diqqət qilishimiz, ularni ko'z tutib turishimiz, aşxil ahvalatda, diqqət qilgan ahvalatda bugünkidək kasalliklar bo'lsin yoki biz bundan burun aytib o'tib ketgan kasalliklar bo'lsin, aş kasalliklarningki oldini ola oladiganligimiz uchun nəhayət yaxshi bir darslik bo'lib o'tdik. Elminur xonimga tekrar rahmat aytamiz. Mushuningga o'xshash kasalliklar bo'lsin va yoki herhangi boshqa bir kasalliklar bo'lib qolsin, har vaqt bizningki talab fikir qismiga fikrlaringlarni qoldirib qo'ysanglar, savollaringlar bo'lsa qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Agar maslahat so'rashni xohlasanglar, doktorimiz Elminur xonim bilan aloqalashsanglar, yo bo'lmasa Elminur xonim degandek o'zinglarniki yaqin yo'riqlardagi doktorlar bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Biz sog'lomligimizga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Biz bu chet elda vatanimiz uchun tik turishimiz kerak. Tik turishimiz uchun bolalarning bo'lsin, mayli o'zimizning bo'lsin, sog'lomligimizga diqqat qilishimiz kerak. Chunki biz sog'lom bo'lgan vaqtimizda keyingi ishlarimizni vujudga chiqara olamiz. Sog'lomligimiz joyida bo'lmagan vaqt ahvolatida hech ishni qila olmaymiz. Shuning uchun bek diqqat qilishimiz kerak. Men ham ortiq gapirishimning ijozati qolmadi, chunki Elminur xonim nihoyatda tafsili va yaxshi tushuntirib o'tib berdi. Ekranning orqada xizmat qilayotgan xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Inshaalloh keyingi sonda ko'rishguncha sizlarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.